Ha. Adashmasam mana shu 13 qishloq. Ha, nimaga adashaman men? Voh, bu yer ajoyib ekan. Ammo bu yerdagi uylar hech qanday haqiqiy emas. Haqiqatni bilib qo'yish kerak bular. Aytdim nima shaxsli videolarda bunchalik narsalar qimillab ketyapti desam. Shaxs va merda ogohlantirish kerak. To'g'ri, menga shaxs yoqmaydi uncha, lekin baribir men buni ogohlantirishim kerak. Voy, odam ham operatsiyadan keyin gapirolmay, odam charchab ham qoladi, obunachilar. Bundan ko'ra obunachilarimga sababini aytaman va qachon video chiqishini yozib qo'yaman Telegram kanalimga. Ular ham kutib qolishdi. Hozir uncha kayfiyatim yo'q, chunki вообще hozir men bir operatsiya bo'lmay. Bir hafta dam oldim. Bo'llayni video qilishim kerak. Obunachilarga aytib qo'yaman, video chiqadi deb. Okey. Bo'ldi. Xo'p. Shaxs. Tushunmadim. Stop obunachilar. Men sizlarga o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. U yerda o'zim ishlatadigan modlarni hammasini tashlab qo'yganman va u yerda bir-biridan ajoyib yangiliklarni tashlab boraman. Xullas, kanal silkasi video opsiyasida va kommentariyada bo'ladi. Sizlarni kutib qolaman. Kim chaqiryapti? Menga eshitili choqi. Qulog'im ketibdi-da. Yo'q, kimdir meni chaqiryapti. Hozir chiqyapman. Nimamcha shaxs deysan. Soat necha bo'libdi? Soat 10 bo'libdi. Qanima deykan? Voy. Shaxs tinchmisan? Tinch. Nima gap? Tushunmadim. Sen kimsan? Men qarochi ovchiman. Nimani ovchisi? Qarab tur, hozir nimani ovchiligini ko'rsataman. Bu yerda hammasi ham jonsiz emas. Qarochi jonli bu yerdagi narsalar. Nima deyapsan? Men tushunmayapman. Qani hozir men sizlarni o'ldiraman. Voy, ketib qoldi. Ana ketib qoldi, ko'rdingmi? Nima degani? Bu nima? Tushunmadim. Qochaver, hammani tutaman. To'xta, bu yerda nima bo'lyapti? Qo'shnidan bir ekanman. Qarochi bu uylarni hammasini yo'q qilaman. Sizlar rozi bo'lasizlarmi yo'qmi bilmayman. Men farqi yo'q ekan, hammasini yo'q qilaman. To'xta. Sen bo'lmasin. Voy. Tushunmadim do'stlar. Вообще hozir bu tom tushib ketdimi? Ustimga sal uni ustiga tushaydi-yu, lekin men yonga tushdi-da. Voy. Bu narsalar hammasi jonli bo'lsa, tushunmadim. Voy. Вообще tushunmadim do'stlar. Hamma narsa qimillasa, men shuncha paytgacha hakkerni ishimikan? Men вообще tushunmadim. Kitoblarimdan ko'rsammikan? Mayli. Hozir men boshim manchi kechasi bilan YouTube ustida ishlaganim charchatdi. Hozir odam olmasam bo'lmaydi. Ketay telefon bo'lmaydi. Uxlashdan oldin telefonni uzoqroq qo'yib uxlaylar bolalar. Mayli. Qanday toza havo ya, mazza ya. Uxlaylarmi? Tashqariga yotmagandim, uyga yotgandim. Tushunmadim. Bu yerga nima bo'ldi? Вообще men tushunmadim do'stlar. Uylarimiz qani? Voy, men gilamni ustiga yotishimdi. Voy. Tushunmadim. Bu yerga nima bo'lyapti? Qishloqlar to'xtanglar qishloqlar.
voy, mer uyini qo'ygan faqat tushunmadim. Va voy, mana bular ham qolibdi. Voy, tushunmadim, mer uyinimi bo'lgan? To'xtanglar, qishloqlar. Mer, nimaga sizning uyingiz qolgan? Faqat bizani hamma uylarimiz yo'q-da, faqat sizniki bor. Chunki men himoyalab qo'yganman. Nima? Nima himoyalagansiz? Nima bizaniki himoyali emasmi? Bizaniki nima? Xavflimi? Tushunmadim. Kunlarda nima o'zlariga aytayotganlar-ku, narsalar qilinmayapti deb. Shunga men ovchini chaqirdim. Ovchi? Voy, anovi ertalab kelgan bola menimcha do'stlar, shuni aytyapti shekilli. Ha, men narsalarim qani endi? Hammalaringiz narsalaringiz inventarda turibdi. Kimniki? O'zimnikidami? Ha, shu yerda ekan. Ammo mana bu uyda narsalarchi kim to'laydi? Kim qurib beradi bizga? Uni endi men bilmayman. Chunki ovchi bilan bu haqida gaplashmaganmiz. Keyin mana o'zlaringiz ko'rgan bo'lsanglar ham keling, narsalar haqiqatan qilinmayapti. Ha, narsalar qimillayapti. Nima uchun qimillagan? Chunki ular boshqa sayyoralardan kelib, qarochi narsalarga aylanib olgan deb eshitdim. Yana ham bilmadim. Axir men uncha qiziqmasam. Ha, siz yangiliklarga qiziqmaysiz. Ammo bizning narsalarimizni endi qaytarib bersangiz juda ham ajoyib bo'laydi. Keyin biz hammamiz ketaylik. To'g'rimi qishloqlar? To'g'ri. Ha, hammasi to'g'ri. Bu ana kakras mana bu ovchi ham kelyapti. Qani nima deykan? Bu yerda nima bo'lyapti? Nima hammalar sizlar? Merga nima tashlamoqchimisizlar? Yo'q, biz merga tashlanish niyatimiz yo'q. Opa. Qarochi sizlarga bitta gap. Bu uylarni hammasini men yo'qotdim. Chunki bu yerdagi har bitta narsa qimillar edi. Faqat merdagi emas, chunki merdagi himoyalangan. Adminlar tomonidan himoyalangan. Вообще 13-qishloqda himoyalasa bo'lmaydimi? Yo'q. Ko'p mablag' ketib qoladi. Ha. Kim qurib beradi bizning uyimizni? Sizlarning uylaringiznimi? Ha. Albatta men. Men xuddi bilmayman, ya'ni men pul tashib beraman sizlarga, sizlar qarochi pul olasizlar. Shundaylarmi? Mana juda ko'p bo'lmasa ham uylaringizda tiklab olishga yetadigan pul. Ha. To'xtang, men bu yerga nima? Mana bunday pastdagi tuproqlarnaqa. O'zi shunaqa-yu. Voy, qanaqa men olay. Yo'q, do'stlar, men aytgancha, sen meni ismim qayerdan bilding? Boya yutalib shaxsga chaqirayotgandi. Sana bir YouTube'dan bitta videoni ko'rib qolgandim. Nimani? Qanaqani? Qanaqadir Lucky Block'limi o'sha. Shu rekka chiqib ketgan o'shani ko'rgandim. Ha, yaxshi. Mana sizlarga shuncha pul. Yo'q, qancha pul bu? Voy, men pullarni yomon-ku. Ha, albatta. Okey, hammasini qo'yib beraman mana. Sizlarga ketadimi? Ha, yetadi. Pul yetadi. Voy. To'xta, sen kreativdamisan nima? Albatta, menga bunday ovchilarga kreativ bermasa, boyagi narsalar meni o'ldirib qo'yishi mumkin. Kreativ emas ekan-ku sen. Bilib qoling. Qisqasi, mana sizlarga shuncha pul. Mana, okey, bo'lim yerda endi tinch qo'yinglar. Ha, merda tinch qo'yamiz, lekin bizga baribir ham uylarimizni qaytarib beringlar. Shu bugun qurib bersak bo'ldimi? Ha, sen meni gilam ustiga qo'yib qo'yganingni qara. Shukur qo'y, boshqalarni gilam ustiga qo'ymadim. Ha, mayli. Mer mayli bo'lmasa, siz ham qutulib qoldingiz mana buni sharofat bilan. Ha, men ham qutulib qoldim. Qisqasi, shahar. Sen ko'p asabiylashma. Endi narsalar qimirlamaydi, qo'rqmayman. Xavf-xatar ortda qoldi deydilarmi? Ha, xavf-xatar ortda qoldi. Aytib qo'yish kerak edi. Endi nima desaydi, bizda ham bir oddiy odam bo'lsak. Siz odam emassiz, siz kalsiz. Sizlar ham kalsizlar. Voy, do'stlar, mayli. Vashim og'iz gapirishga holmam yo'q. Tamom, hozir og'riyapti, lekin mayli, sizlarga men dardlarimni aytgandan ko'ra Telegram kanalimizga o'tib qo'ysanglar, biz har doim o'sha yerga yangiliklarni tashlab boramiz. Va mana bu kalkallarni ham balkim skrinshotini tashlab qo'ygandirman Telegram kanaliga. Mayli do'stlar, bugun sizlar bilan yana shaxs bo'ldim. Kelasi videolarga ko'rishguncha xayr. Aytgancha do'stlar,
bunaqa modli kerak bo'lsa bizning Telegram kanaldan topishinglar mumkin. Telegram kanal kommentariyada va video opsiyasida bo'ladi. Sizlarni barchalaringizni kutib qolaman.